Izabellalar 35 mingdan 60 ming so'mgacha ekan, katta kichigiga qarab turib, gibridlarga qarab turib. O'sha bozorda supermarketda 135 ming sotilayotgan kilosi albatta 50 ming 60 ming so'mdan do'stlar. Ori bor ekan, qulpinoylar do'stlar 28 mingdan 35 ming so'mgacha turiga qarab turib, hozir sizlar bilan mana shu bozorda aynalamiz. Like, podpiska bosib qo'yasizlar do'stlar. Lokatsiyasi Telegram kanalimda. Telegram kanalga o'tib lokatsiyasini ko'rib olasizlar. Mana qadrdonlar, yangi chekdi Shredder mahallasining tugashiga boshlanadi. Mana shu yerda optim hamma gilos nimalar. Hozir sekin aylanib chiqamiz. Necha pulligi? Men qizi bor optim arzon narxda. Necha puldan ekan shoftoli? 40 ming kam bor ekan. Sizlar faqat optim so'zlar-a? Yaxshi. Qancha kerak? Yo, biz hozir so'rayapmiz. Hormanglar, gilos necha pul ekan? 50 ming. 50 ming. 30, 37, 36, 35. Chiqqan narxi berilmadi mana shu yerda. 135 ming sot. Kecha endi 135 ming oladi. Qanaqani qarang. 50 tormoz ham bor ekan. Necha puldan ekan tormozimiz? Kilosi 10 ming. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Qattiqga tormoz. Qashqadaryo. Qashqadaryo. Mana. 135 ming, 100 ming sotilayotgan gilos. Gilosimiz necha puldan ekan aka? 40 dan. Qulpinay necha puldan ekan? He? 30 dan oldi jangal kerak. 30 dan. Bo'ldi. Kecha 135 ming oldim nima? Nima deyishayotgandi? Mana pomidor. Pomidor necha puldan ekan? Pomidor 15 ming. 15 mingdan. Qo'nchi? 10 yashiga 100 ming, 90 ming. Yashiga 100 ming. 90 ming. O gel. Ana. Gilos necha? 10 nosich. Necha puldan ekan idishi? so'm aka kilosi. Ikkitasi 1 kilo chiqadi. 50 ming so'm ichga. Qaygacha bir xil. Shu bir dona ham beraverasizmi? Bir dona bering, yeb ketgan aka. Ular sotiladimi? Sotiladi. Menga ber desa 5 ming. Nima qilyapti? 68. 10 ming bormi senda? Mashina qolib ketibdilar. Mana aka. Necha pul beraymi? 68 ming ekan. Hozir akam 50 ming berdi. Bo'ldi. 62 ming qaytib berasiz. 2 ming bormi? Chop, o'rin necha puldan ekan aka? 2 ming yo'q. Yo'q bo'lsa qo'yavering aka, men roziman. Ketdik. Bo'ldi, yevoramiz. Mana. Kecha olgan gilosizni olib keldim. Mana haligi malinalik, nima deydi buni? Malinalik deydimi? Izabella. Izabella necha puldan ekan? 45 ming. Idishimi buni? Idishi 1 kiloda o'zi. Ha, o'zi 1 kilo chiqadimi? Tortilgan. Qulpinaylar necha puldan? Bunlar 28 ming, 30 ming ekan. Maytda idilbar qo'mabda. Bular Mana. Dilbara bor, bular 35 ming. 35 ming. Shirin sorti. Zo'r. Nima qilaylik yarmini? Qadrdonlar, lokatsiyasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanaliga kirsalaring, o'sha Telegram kanalimda polniy nimasi joyi bo'ladi. Biz Quva shahridamiz. Quva shahriga bemalol kirsalaring. O'sha aytgandek shedevr. O'ringlarimiz necha puldan ekan? O'y aka mana o'zi 45 ming, mana o'zi 60 ming, narigi 80 ming. Nargisi 80 ming. Izabellaga o'xshaydi. Izabella ham bu o'ziga. Necha puldan bular? 40 ming. Ana idishchi? 38 ta beraman. 58. 38. 38. 18 kichkina idishda yo'q. Bitta yana ham arzon ekan. Pul so'm sanda yana? Salam menga o'xshab quruq. Oh,
Naryoqda ham mana bozor ketyapti. Yo'qmi? Mana meni kartamni bilib yubordi endi. Izabellarga kelib buni video qilib uyga borsam, xotinim meni uyga qo'ymaydi shu. Pulpinayni ko'rib olib kelmayapsiz. Necha puldan ekan? Nima aka? Pulpinayni necha pul shoptoni? 30 ming beryapman, 35 ming beryapman. Bitta bu qoldi, 3 ta bu qoldi. Shohrux. Biz mana syomkaga ketayotgandik, Shohrux bilan birga o'zimizga oldik yegani. Buni hozir yeb olamiz. Hozir sizlarga syomkani ko'rsatib qo'ygandan keyin bitta ikkita nimaga olib ketamiz. O'zimizga. Qaraynaga nimaga men ular kelavergansizlar sizlar. Bo'lyaptimi? Nechi puldan giloslarimiz? Ama nasib xil. 35 ming bo'lyapti. 35 ming. Bozor necha bo'lar albatta? Kech payt 7 gacha bo'ladi. Ertalab nechidan? Mana shu 9:10larda boshlanadi. 9:10 dan kech payt 7 gacha. Bo'l. Hop. Biza 425 ming beri. Gilosi ham cho'tkisini olibsiz-da. Mana qala do'stlar, bu gilos xuddi shoptolidek. Bu mashina o'tirib. 60 mingga bo'ldi. Sizlarga nechi pullar? Qaramaysiz bunisi. O'ring nechi pullar? 50 ming. Mana 17-mayda shoptoli ham bor. Voy, nechi bilan shoptolimiz? 60 ming kam bor aka. Bu o'zimizda pishtirmayapti. 60 ming so'mdan. Zo'r. Qadrdonlar odam ko'p. Mana gilos zo'rlari ham e'tibor ekan. Nechi puldan? Aka? Hozirmi? To'g'ri kuzatamiz. Olsak bo'laveradimi sizga? Yo'q, mana olmay qo'ying. Obunachimiz bor ekan, to'g'ri tushunasizlar. Nechi pul beryapsiz aka buni? 70 ming desam 50 ming so'rashyapti. 50 ming so'rashyapti. Buni nechi bilan Buni sotyapsiz? 30 ming berib yubordim. 30 mingdan beryapsiz. Berib oldim, sotib oldim. Telefon nomeringizni ayting mana, kameraga mikrofonga zapis bo'lib qoladi. Telefon qilsa balki 90lik, 91lik, 91lik 206 206 1144. 1144 mana aka. Telefon qilasizlar mana akamga. Mana gilos deysizlarmi, o'rik desa, yana nima olib sotasiz aka? O'rik hamma yo'q endi, gilos, softoli. Soqasini kelsa dastlabki qilib beraverasiz. Labo o'zingizdan ekan, a? Mana do'stlar, labo ham bor ekan akamda. O'zimiz obunachimiz ekan, to'g'ri tushunasizlar. Hamma ekranga chiqarmaydi. Aka, telefon qilib olsa nima qilib berasiz? Qulpinay, necha pullarga qulpinaylarimiz? 28 ming. 28 ming so'mdan mana shu. 10 kilo nima bo'ladi endi boshqaga? Bir yashik necha kilo chiqadi? Mana bitta qoldi o'zi. Olilar bitta bo'lmasam 5 kilo qolar ekan. Necha pul bo'ladi? 140 ming. 140 ming. Kartaga tushirib bersam bo'laveradimi? Bo'laveradi. Hali xo'sh taomlar ham mana qilib. zamonli mana nima qilib Bo'l, 140 ming bo'lsa kartaga shuni nima olaman? Hozir video olib turdim. Xo'p. bo'ldimi mana. Qadrdonlar, men video tugatdim. Endi o'zim telefon kerak bo'lyapti kartaga. Lokatsiyani do'stlar tashlab qo'yaman, Telegram kanaliga kirsalaring, xudo xolasa. O'sha aytgandagi quvadagi mana shedevr do'stlar, yangi cheklar shedevr shu chegarasi ekan. O'pdim, birinchi qo'lga do'stlar shuni bosaverasizlar. Mana varayni, parayniga, uyga nimaga. Men prosta o'zimga bugun jam tug'ilgan kuni shuni yevorgan olyapman, xudo xolasa.